WhatsApp do'stlar, yaxshimisizlar, yaxshilibsizlar, qalay? Bugun biz mana bunaqa o'yinlar o'ynaymiz. Bugun Free Fire muxlislari yaxshilab kelib olinglar. Bugun kambeklarni ko'rib chiqasiz. Xo'sh, bizning o'yinimiz mana boshlandi. O'tyapti. Ochdi, hozir miltiq tanlashimiz kerak ekan. Men hozir o'zimga yoqadigan pistolet avtomatni tanlab olaman. Mana bu snayperga o'xshaydigan avtomatni tanlab oldim. Birga bir o'ynaymiz. Xo'sh, hayvonchamni otdim. Mana bu yerda ekan, ko'rib qoldim. Shu otolmayapman. O'qla olamiz. O'tirib oldik bunga o'xshab. Shu mo'ljallab otdi. Ay, o'ldim men, o'ldim. Voy, yuzdan ketyaptimi? Hozir kambek qilib tashiman. Endi bu tomondan boramiz. Bu tomonga mana shu yerda ko'rib qoldik. Mana hayvonchamizni otamizni topib olamiz. Voy, endi otaman deganda shuni oldi. Maraz. Hazil. Albatta. Kambek. Kambek. U tanladi. Bunga qanaqa o'ynash ko'rsatib qo'yish kerak. O'zbeklar kuchini. Bu yoqdan bor. Voy, tez yurdi. Ulgurmadim. Voy. Anaqa yaxshi o'ynamayapman bugun. Devorcham tugadi. Endi bu yoqqa devorsiz o'ynashimiz kerak. Jon to'ldirishga ulguramanmi yo'qmi? Ulgurdim, otdim, sakradim, otdim, sakradim va otdim. Kambek deydilar ukajonim. Hali yoshsiz. Mana 2-1 deydilar. Bu yoqdan borishga harakat qilib ko'ramiz. Lekin bu miltiqda yaxshi o'ynamayman-da, mening sirim. Yaxshi o'yna olmayman. O'shanga endi o'lib qolsam, xafa bo'lmaysizlar. Bu miltiqda yaxshi o'yna olmayman. Voy. Aytyapman-ku, o'lib qolsam xafa bo'lmaysizlar. Voy, nima qilyapti bu? 2-2 shu teng. Hali oldinda o'yin bor. Ya, buni tanlang, buni ham tanlang, mana shuni tanlang. Mana shuni tanladim. Bu tomondan o'q keldi, demak bu tomonda to'xtabdi. Men shu yerda qisib turaman. Uzr. So'kinganim uchun. Mana bu yerga mana. O'zbeklar kuchini ko'ryapsanmi, ukam? Sal ovozni pastroq qilib qo'yaman. Agar Free Fire ovozini eshitaman deydiganlar uchun mana demoqchi edim, bu kishim chiqib ketdi. Mayli, bu safar eshitiraman, mayli. Xo'sh, keyingi o'yinga ketyapmiz. Chiqdik, xullas yutdik qarorchi. 4-2. Sandiq bir nimalar xullas qarorchi. Birinchi bo'lib mana bu yerda yo'q, bu zona yoqmadi. Mayli, bo'lmaydi. Boshqa zonaga o'tamiz. Mana 4 kishilik zona. 4 kishilik zona o'ynaymiz odamlar bilan. Mana shunday ham yutsak kerak.
Qo'ldagi pistoletni ko'ryapsizlarmi? Mana biz 4 kishi, orqada 4 kishi bor ekan. Ko'rib qoldik. Topib oldik ko'zlari. Narsa olmaymiz. Narsa kerak emas. Mana bu yerda bir-birlar so'rayapti, kerak emas. Xullas, mana bu yerdagi odamlar otsa bo'lmaydi-ya. Ketdim. Mayli, men ham ketaman, ketdim. Ketdim mana. Nima yo'qim bormayapti yo'q-ku. Ana u yoqda odamlar bor. Temayapti odamlar. Ha, bu yerdan tush kerak ekan u. Angladik. Bu bittasini yerga yiqitib qo'ydik. To'xta. Do'stim yordam so'rayapti. Do'stni og'ir vaziyatda qo'llab-quvvatlash kerak. Men ketdim, o'lsam ham, o'lmasam ham. Do'stimga yordam kerak. Do'stni og'ir paytda tashlab ketish mumkin emas. Mana ulgurdim. Va yutdik, 1-0 hisob. Oldinda nimalar bo'lishini bilmaymiz. Men odam topolmayapman. Odam yo'q-da, men o'ldirib tashlayman menga desa. Odam yo'q yo'limda. Yo'limdan odam chiqsa, bir yutib tashlayman. Xo'sh, ketdik. Mana bu yo'ldan boramiz. Mana bu hayvoncha otaman. Mana bu yerga tez o'tib olamiz. Tez. Voy, nima qilyapman? Voy, miltig'im qo'lim yomlabman. Tilim ham kelishmayapti. Jonim kam qoldi. Jonim. Devorchani qo'yib, jon to'ldiramiz. Qolgan qism. Do'stimga yordam kerak, lekin yordam bera olmayman. Voy, o'lib qoldi. Voy, o'ldim, men o'ldim. Lekin yordam bersa kerak odamlar. Voy, o'ldim. Hamma barobar. 3-raundga kelib oldik mana. Hozir ozgina anaqa qaytargisi anaqa quskim kelyapti. O'shanga sal gapirishga noqulay bo'lyapti. Men anaqa to'g'ri tushunasizlar. Kam gapiryapman, o'shanga mayli gapirishga harakat qilaman. Bo'ldi, o'tib ketdi. Mana bu yerda mening miltig'im yo'q, aytgancha miltig'im yo'q. Miltig'imni olish esdan chiqibdi. Kiyim olibman, o'shunaqa narsalar olib miltiq olish esdan chiqibdi. Mana yaxshi. O'ldirdik. Raqibni yo'q qildik. Mana bu yerda do'stim yordam so'rayapti. Do'stga yordam berish kerak. Voy, o'zimga ham yordam kerak bo'lib qoldi. Endi bot demasanglar kerak. Endi sal mana shunaqa botligim tutib qoladi. Voy, bunga yordam beraman deb ikkinchi o'lishim. Bunga yordam beraman deb. U yordam beryapti kimdir. Tepamda bir qushcha bor ekan. Mana bu yerda o'zimni jonimni aniq qilaman, nima edi? To'ldiraman. Qattandir boya otdi. Jo'ramga yordam kerak. Ketdim. Voy, o'lib qoldi do'stim. Mana bu yerda kimdir otyapti mana shu tomonlarda. Kimdir otyapti. Ana, topdim. Mana shu hayvonchalardan yordam beradi menga. Birovlar tuzog'iga tushmayman mana shu. Mana shuni deb.
Mana. Hech qisi yo'q. Bu yengil shamol. 2-1 hali ko'rasizlar. Shunaqa o'ynab tashlayman. Prosta odam chiqmayapti. Odam chiqsa ham qanaqadir boshdan poylab tashlayapti. Voya birga-birda o'ynayam ko'rdinglar. Yaxshi o'ynayman o'zi. Faqat nimadir bo'lyapti menga. Kiyimlar Max eng oxirigacha to'la. Faqat endi o'ynay bersam bo'ldi. Mana shunday yutqazmayman. Javob, jaqqa javob. Yutqazmaslikka harakat qilaman. Yutqazishni xohlamayman ham. Mana bu yerda mana shu hozir olgan miltig'imni faqat kuchliroq varianti. O'shani ishlab turaman. Mana bu yerda odam topdim. To'xta. Ye odam. Sal qoldi, o'ldirib yuborardi. 2 kishi qolibdi o'zi. Bu 2 kishi ekan. Voy. Do'stimga yordam nima qilay? Mayli, do'stimga kimdir yordam berdi. Xo'sh, bu yerda pistolet olishim mumkin. Pistolet. Men o'zimga olaman pistolet. Hazil albatta. Bu yerda devorcha olamiz. Chunki bu bizga ko'proq kerak devorchada. Devorcha chunki endi saqlab qolishga odamga yordam beradi. Devor qo'yasizda, devor orqasiga bekinib joningizni to'ldirsangiz bo'ladi. Misol. Yo'q endi xohlagan narsa. Mana shu yerda bitta edit taxlab yuboramiz. Davaymi? Davay. Go. Hozir mana shu yerda edit taxlaymiz. Bo'ldi. Yetadi. Editimiz zo'r chiqdi, kachok chiqdi, chotki chiqdi. Chotki. O'zim bu o'yinni yaxshi ko'raman. Bu o'yinni men chotki qilib o'ynayman. Ketdik. Boya edit zo'r bo'ldi, mayli bo'ldi. Ketdik. Chalg'imaymiz, o'yinga qaytamiz. Bu yerda pistolet topdik. Bu yerda almashtiramizmi? Almashtirdik. Ayyo bo'lmaydi. Mana o'zimiznikidan qo'ymasin. Mana hozir odam qidiryapmiz. Mana yo'q, ko'ryapsizlar, mana yo'q. Keyin men oxirgi o'rin bo'lib qolsam, keyin bu video meni bot deb atadi. Odam yo'q, ko'ryapsizlar, odam yo'q. Mana yutdik o'yinni ham. Nechinchi o'rinni olibman? 4-o'rinni olibman. Hech qisi yo'q. Mana do'stlar, o'yinimiz shunday bo'ldi. O'yinimiz yoqgan deb o'ylaymiz. Hammani yaxshi ko'ramiz. Chao. Kakao. Sizlarga bir o'ynab beradigan narsam bor. Oxirida xayrlashadigan. Qani ko'rsatishga tayyorman. Mana xayrlashamiz va o'zimizni ko'rsatamiz. Xayr.